bir Allohning yaxshi bandalaridan bittasi, insonlarga xizmat qiladigan, insonlarni faqat yaxshiliklarida xizmat qiladigan, insonlarni qalbida bir yaxshiliklar uyg'otadigan, insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklashda shu o'zini san'ati bilan vositachi bo'ladigan bir zot deb bilaman. Qolaversa bizni shogirdlarimizdan biri bir odobli, yaxshi yigit, inson sifatida yaxshi inson. Qo'shiqlari elga manzur, odamlar ko'p xohlaydigan hofiz. Mana bir 10 yildan ortiqki shu elimizni, yurtimizni xizmatini qilib, o'zini yo'lini topib, el yurt oldida obro' e'tibor topib kelayotgan xonanda. Bu kishini xizmatlarini mana yurtimiz, mustaqil O'zbekistonimiz taqdirlab, unvonlar, medallar bilan mukofotlagan. Qolaversa xalq juda ham xohlab eshitadigan hofiz. Men shogirdimizga, ukamiz bu Oxinjonga kelajakda ishlarida juda ko'p muvaffaqiyatlar tilayman. To'g'ri elni, yurtni pokiza xizmatini qiladigan bir inson darajasini yo'qotmaydigan bir oliyjanob inson bo'lishini xohlayman. Doimo bizdan xabar olib turadilar, omon bo'lsinlar. Mana shu yerda ham hozir choy ko'tarib kelyaptilar. Barakalla, bu choyni ko'tarib kelganingiz uchun ham maqtayapman shekilida. Barakalla, omon bo'ling. Xullas, bundan keyingi ishlaringizda muvaffaqiyat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bola chaqangiz bilan, onangiz bilan, aka-ukalar, qarindosh urug'lar bilan, el yurtingiz bilan, el yurtimiz bilan tinch bo'lib, chiroyli hayot kechiring. Shu yurtimizni xizmatini qilishda barchamiz qatorimizda birga xizmat qilaylik. Sog' bo'ling. Oxinjon Madaliyev to'g'risida ko'p gapirishim mumkin. Chunki Oxinjon Madaliyev meni ham ukam, ham do'stim. Biz juda mana ancha yillardan beri bir-birimiz bilan bordi keldi qilamiz. Oilaviy bordi keldi qilamiz, chunki oilalarimiz bilan hammasi bilan yaxshi tanishimiz. Biz Farg'onaga borsak, albatta unikiga kirib, hol-ahvol so'rab qaytamiz. U kelsa doim hol-ahvol so'rab ketadi. Xullas, u yigit bilan juda ham ko'p muloqotda bo'lamiz birga.